Trendga chiqishga ulgurgan shu jemchugli shapchikani sizlar bilan birga yasashni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi 8 razmerda jemchug, 6 razmerda leska sim. Birinchi ishimizdan leska simni o'zimizga qulay qilib kesib olishdan boshlaymiz. Leska simimizni birinchi tomoniga 5 ta jemchug, ikkinchi tomoniga bo'lsa bitta dona jemchug tiqib olamiz va ikkalasini bir-biriga shunaqa tiqib birlashtiramiz. Ko'rganingizdek dumalogina shakl paydo bo'ladi. Leska simimizni bir tomonini kalta, bir tomonini uzun qilib qoldiramiz. Uzun tomoniga 21 ta dona jemchug tiqishni boshlaymiz. Faqat bir tomonda uzun tomonida yasashni boshlaymiz. 21 ta jemchug tiqib olganimizdan keyin shu ko'rsatilgan pastdagi jemchugga leskamizning uchini tiqamiz va bir-biriga birlashtiramiz. Shunaqa dumaloq shakl paydo bo'lishi kerak qizlar. Yonidagi shu ikkinchi jemchugdan ham leskamizni tiqib chiqaramiz va leskamizga 21 ta emas, 16 ta dona jemchug tiqishni boshlaymiz. Sanab qilinglar, adashib ketmaslik uchun. Jemchuglarimizni shunaqa leskamizga o'tkazib olganimizdan keyin pastdan tepaga 5 ta dona sanaymiz va 5-chisidan leskamizni tiqib chiqaramiz. Pastdan tortib olamiz qizlar, keyin shunda birlashadi bir-biriga. Bir-biriga birlashtirganimizdan keyin xuddi shunaqa yana 16 tadan jemchug 3 qator qilib to'qib chiqamiz. Mana qizlar, oxirgi qator qoldi. Oxirgi qatorni yasashdan oldin leskamizni pastdan tiqib 5-chisidan olib chiqamiz qizlar. Olib chiqqanimizdan keyin leskamizga 11 ta dona jemchugga tiqib olamiz va yana pastdan tepaga 5 tasini 5-chisidan leskamizni kirgizamiz. Shapchkamizning tepa qismi tayyor bo'ldi. Boshida 21 ta, to'rtta qatorda 16 ta va oxirgi qatorda 11 tadan jemchug o'tkazdik qism. Leskamizni pastdan kirgizamiz va 6-jemchugdan o'tkazamiz qizlar, tepadagi 6-chisidan. Leskamizga 15 ta jemchug o'tkazishni boshlaymiz. 15 ta bo'lgandan keyin yonidagi qatori 6-chisiga kirgizamiz qizlar. Ko'ringlar, xuddi ko'rsatganimdek qilinglar. O'tkazib olganimizdan keyin yaxshilab tortamiz mustahkam bo'lish uchun. Yana leskamizga 15 ta jemchug o'tkazib, yonidagi qatordagi 6-jemchugga leskamizni kirgizamiz. Tortib qattiq qilib mustahkam qilib to'qiymiz va yana 15 ta jemchug o'tkazib, to'rtta qator to'qib chiqamiz. Mana qizlar, aylantirib to'qib chiqdik. Endi yana leskamizni pastdan kirgizib, 8-jemchugdan olib chiqamiz. Olib chiqqanimizdan keyin leskamizga 15 ta dona jemchugga yana kirgizib chiqaramiz. Kirgizganimizdan keyin yana pastdan tepaga 8 ta sanab, 8-chisidan jemchugimizni o'tkazamiz. 15 tadan leskamizga jemchug o'tkazib, aylantirib yana to'qib chiqamiz. Aylantirib to'qilganingizdan keyin xuddi shunaqa yana 15 tadan jemchug kirgizib, yana bir qator to'qib chiqasizlar. To'qib chiqqanimizdan keyin pastdan jemchugga kirgizib, 8-chisidan chiqaramiz va bu safar 14 ta dona jemchugga leskamizdan o'tkazib, yana aylantirib to'qib chiqamiz qizlar joylar. Shunda shapchikamiz tayyor bo'ladi. Foydali darsliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling va yurakcha bosishni unutmang.